Bilasizlarmi, oxirgi vaqtlarda meni bitta narsa juda hayratga solyapti. Oldinlari men o'ylardim, hozirgi yoshlar o'qimayapti, ishlamayapti, o'rganmayapti, takasalten, darmayapti. Yo'q, shunaqa qatlam yoshlar bor ekanki, ular kelajagiga befarq emas. Bo'lajak farzandlariga juda ham qayg'uryapti. Ertaga men ota-onamga nima qilib bera olaman? Farzandlarimga nima qilib bera olaman? Qayerda o'qitaman? Meni buyurishim bo'lsa, ertaga kelajagim nima bo'ladi deb hozirdan o'ylayapti, kuyinyapti. Hozir tendensiya qanaqa? Ertaga qaysi yo'nalish meni yaxshi holatga olib chiqadi, yaxshi darajaga olib chiqadi. Hunar yo'nalishi qaysi bosqichda ketyapti? O'syaptimi, tushyaptimi? Ishoninglar, shu darajada tafakkuri keng bolalar ko'p ekan. Meni direktimga kuniga 15 ta 20 ta kamida SMS keladi. Ba'zilari ko'payib ketadiki, direktlarga javob yoza olmayman. Izohlarga ham o'zingizlar masalan o'qishinglar mumkin, shogird oling deb. Oldinlari butun O'zbekiston bo'ylab yozishsa, hozir Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, hattoki Rossiyada ishlab turgan bolalar yozyapti, aka. Men ishimni tashab bo'lsa ham boraman, hunaringizni o'rgating deb. Qani endi hammaga bir vaqt o'zida hunarimni o'rgatsam, shogirdlikka olsam, lekin ming afsus, men energiyam yetmaydi. Bir vaqt o'zida 500 ta, 600 ta odamni shogirdlikka olib, ularga teng ilm bera olmayman. Bu narsa kuchim yetmaydi. Lekin ko'ksidan ham bitargim kelmaydi. Xudo xolasa, Alloh nasib qilsa, shuni ustida izlayapmiz, ishlayapmiz. Nasib bo'lsa, sizlar o'sha ishlayotgan, yashayotgan joylarda meni hunarimni mukammal darajada demayman-ku, bemalol oyiga 1000-2000 dollar topadigan darajada ishlay oladigan sizlarga nimadir imkoniyat yaratishga harakat qilamiz. Lekin shogird olishga fizik nuqtai nazardan men imkoniyatim yo'q. Xafa bo'lmanglar, iltimos sizlardan. Lekin ko'ksinglardan itarmaymiz. Ozgina sabr. Xudo xolasa izlayapmiz, o'rganyapmiz. Mana shu ishlab turgan joyingizda, yashab turgan joyingizda meni hunarimni bemalol o'rganish imkoniyati bo'ladi. Xudo xolasa ozgina sabr, toqat va zo'r bo'lib ketadi. Ishoninglar, Xudo xolasa ozgina sabr.